ishdan olaman. Yo'qmasa yuraman shu yerda. Choy, kofe ichaman. Shirinliklar yeyman. Rizqini, nasibani Alloh bergan nasibamizni yeb turibmiz. Endi mana shu ertalab turib, ishni o'ylaymiz, yaxshi. Oila. Bolalarim ko'raman ertalabdan turib. Xursand bo'laman o'shani. Ertalabdan kofe ichamiz baribir. O'tirish kuchli beradi, nima beradi? Kayfiyat yaxshi bo'lsa, kuch beradi. Kuch kayfiyatdan. Yaxshi kayfiyat. Ishga kelamiz, hozir charchab turib ishlab. Ham yaxshi kayfiyat. Odam bir yaxshi. Rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat, sog' bo'linglar. Tanijonlar sog' bo'lsin, ishlaringiz rivoj bersin.